Assalomu alaykum akalar. Navbatdagi mashinamiz Cobalt konditsioner xizmatiga kelgan. Bu mashinamizda oldida udar bo'lganda shox trubkada shu datchik qatgan bo'ladi. Shuni sinib ketib qolgan ekan. Xudo xolasa shox trubkalarni yangilab, polni tekshirib, xudo xolasa zapravkalarni qilib chiroyli ishlaydigan qilib beramiz. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Ishlarimiz bitgandan keyin davom ettiramiz videolarimizni. Xudo xolasa yangi trubkalarni qo'yib oldik. Shox trubkalarni oldida udar bo'lganda radiator ham tekshirib olgan ekan. Shu yerdan qo'yib yubordi. Xudo xolasa endi boshlab qo'yib radiatorlarni ham zapravkalarni qilib beramiz. Shu joydan sinib ketib qolgan udar bo'lganda. Akalar, kechagi boshlagan Cobaltimiz mana endi xudo xolasa bitay deb bo'ldi. Tashli 80% joy almashib ketdi. Shox trubka, konditsioner radiatori oxirida kecha tekshirganimizda kompressor ham ketib qolgan ekan. Qisib qoldi. Kompressor aylanmayapti. Hozir boshqa kompressor qo'ydik. Hozir vakuum qilib, xudo xolasa zapravkalar bo'ladi. Xudo xolasa ishlashlarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa mana tayyor bo'ldi. Cobaltimiz ham ishlashlar moshni bo'ldi. Xudo xolasa salon gradusini ko'rishamiz. Xudo xolasa mana gradusimiz 6-7 ga tushdi. Xudo xolasa akamiz maza qilib yuradi. Kim konditsionerda muammo bo'layotgan bo'lsa murojaat qilasizlar. Xudo xolasa ishlar chiroyli sifatli qilib bitirib berishga harakat qilamiz.